Assalomu alaykum, hurmatli YouTube Doktor Ischanov kanalimiz tinglovchilari, obunachilari. Ko'pchiligingizga qiziqarli bo'lgan mavzulardan biri bedana go'shtini inson salomatligi uchun qanday foydalari borligi haqida so'z yuritamiz. Bedana go'shti asosan O'rta Osiyo davlatlarida hamda Kavkaz yerlarida juda mashhur delikates taomlardan biri hisoblanadi. Albatta, bedana go'shtini taom qilib iste'mol qilib ko'rgan inson uni o'zgacha mazasi borligini, o'zgacha ta'mga ega ekanligini darhol sezib olishi hech gap emas. Ko'pchilik qovurib yeydi, ko'pchilik dimlama qilib yeydi. Ayrimlar esa qaynatib, sho'rva usullarida po'lqillatib urishni yaxshi ko'radi. Terlab sho'rvasi bilan bedana go'shtlarini yeyishni. Endi mana shu bedana go'shtini tarkibiga nazar soladigan bo'lsak, asosan uni boshqa tur go'shtlardan ajratib turadigan xususiyatlaridan biri bu yuqori baquvvat kuchga ega bo'lgan oqsilli tolalardan tashkil topgani. Ya'ni bedana go'shtini tarkibidagi oqsili baquvvat energiya beradigan kuchli hisoblanadi. Qolaversa, bedana go'shtini tarkibida ayrim turdagi mikroelementlar hamda vitaminlar yuqori miqdorda saqlanganligi uchun turli-tuman kasalliklarni oldini olishda va shifo berishda, kasalliklarga davo choralari sifatida quvvat manbai bo'lib ta'sir qilar ekan. Aytaylik, birinchi navbatda ahamiyatga ega joyi bedana go'shtini iste'mol qilib yurgan bolalar ham, yosh-u qori yoshdagilar ham kamqonlikka chalinmas ekan. Doktor Ischanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Chunki bedana go'shtini tarkibidagi yuqori miqdordagi temir moddasi hamda oqsili bizni qon tanachalarimiz yaralishi uchun kerak bo'ladigan xom ashyolardan biri hisoblanadi. Bu esa jeleza defitsitni anemiya degan kamqonlikka qarshi samarali ta'sir ko'rsatadi. Keyingi o'rinda bedana go'shtini sho'rva qilib shamollagan vaziyatlarda yoki shamollash sezonlari boshlangan paytlarda iste'mol qiladigan bo'lsak, bizni immunitetimiz shay holatga kelishiga, immunitetimiz o'sha kasalliklarga bardoshliroq kurashishiga yordam beradigan kuchni olar ekan. Tarkibidagi mineral moddalari, vitaminlari hamda sho'rva qilib ichilgan paytda qon aylanishimizni yaxshilashi ushbu immunitetni mustahkamlaydigan kuchni bedanani ovqatidan tabiiy ravishda olsa bo'ladi. Keyingi o'rinda mushak chiqaraman yoki mushakni baquvvat qilib ushlab turaman deydigan sport bilan shug'ullanadigan kimsalar hamda og'ir jismoniy ishda ishlaydiganlar mushaklarini energiya manbai yaxshi bo'lishi uchun, baquvvat bo'lishi uchun goh-gohida tez-tez bedana go'shtini iste'mol qilib tursa, ancha tabiiy samara oladi. Chunki bedana go'shtini tarkibidagi protein inson salomatligi va mushaklarini ayniqsa baquvvatligi uchun anchagina yordam beradi. Bedana go'shtini tarkibidagi B guruh vitaminlar asab tizimimiz faol ishlab turishi uchun va nevrologik kasalliklarga bardoshli bo'lishi uchun juda katta hissa qo'shar ekan. Ayniqsa stress natijasida, depressiya natijasida inson toliqadigan yoki kamhol bo'lib qoladigan vaziyatlarida bedanani dimlab qo'yib, rosa maza qilib iste'mol qilinsa, bu anchagina o'ziga quvvat olib kelganini sezish mumkin. Keyingi o'rinda bedana go'shtini yumshoq tog'aylari bilan, suyak joylari bilan shimib maza qilib yegan insonlarni, ayniqsa yoshi kattalari suyak mo'rtlashishidan saqlab turar ekan. Bedana go'shtini tarkibidagi ayrim mikromoddalar, makromoddalar hamda vitaminlar suyagimiz uchun xomashyo sifatida hujayralargacha kerak bo'ladigan ozuqaga liqqa to'la ekan. Keyingi o'rinda qandli diabetga chalingan bemorlari aksariyatida quvvatsizlik, behollik kabi simptomlar yuzaga keladi. Ularga turli-tuman mahsulotlar mumkin emasligi jihatidan ayrim taomlari, ovqatlari yeya olmay yuradi. Shuning uchun qandli diabetga chalingan bemorlari energiyasi kamayib ketadi. Ayni ushbu bemorlarga juda katta energiyani yetkazib berishda yordam beradigan bedana go'shti ayni muddao hisoblanadi. Endi bedana go'shtini salbiy tomonlarini aytadigan bo'lsam, o'ziga yarasha foydali tomonlari bo'lishiga qaramasdan, salbiy tomonlari ham bor. Yuqorida aytib o'tganim kabi, oqsili tarkibida baquvvat bo'lganligi jihatdan u allergen ham hisoblanadi. Allergiyaga moyilligi bor bo'lgan bemorlar bedana go'shtini ehtiyotkorlik bilan iste'mol qilish kerak. Turli-tuman allergik kasalliklarni bedana go'shti qo'zg'ab qo'yishi mumkin. Hamda uni tarkibidagi oqsili yuqori kaloriya, baquvvat energiyani berganligi uchun ayrim qon bosimi bor bemorlari qon bosimini oshirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun bunday bemorlar dastlab kam-kam yeb
tekshirib ko'rish kerak, o'zini tinglab, organizmiga quloq solib. Keyingi o'rinda bedana go'shtini boqiladigan sharoitini bilmasdan, ko'rmasdan turib, uni darrov iste'mol qilishga shoshmaslik kerak. Chunki bedana go'shtini qay darajada toza, ozoda joylarda boqilganligi uni tarkibiga ta'sir ko'rsatadi. Men yuqorida aytib o'tgan bedana go'shtini foydali tomonlari, agar bedanani iflos sharoitda, misol uchun axlatlari, musorlari yoki harom-xarishlari berib boqilgan bo'lsa, unday foydalari bermaydi. Bedana go'shtini asosiy foydali jihatlariga uni toza va sifatli ozuqalar yeb katta bo'lganligi muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun bir sasib yotgan joylarda, bir kana bosib yotgan joylarda gormonlar bilan bechora bo'lib katta qilgan, gormonlar bilan rosa tiqinib yedirilgan katta bo'lgan bedana go'shtlari aksincha zarar keltirishi mumkin. Bundan tashqari bedana go'shtini qovurilgan yoki dimlanganlarini yuqori miqdorda yeyilgan paytlarda organizm shu kaloriyani sarflamasa semirishga moyilligi oshadi. Shu taraflarni ham hisobga oling. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tganimdek, bedana go'shtini noto'g'ri sharoitda boqqan bo'lsa, so'ygan bo'lsa, saqlagan bo'lsa, ichak infeksiyalarini keltirib chiqaradigan bakteriyalar bilan zararlanib qo'yishingiz mumkin. Shuning uchun oldiniga bedanani tayyorlaydigan, bedanani pishirgan hamda bedanani boqqan kimsalari hol-ahvoliga, yashash turmush tarziga, ko'rinishiga e'tibor berib, keyin uni xarid qilish kerak. Ozoda, sanamjon sarishta, pokiza sharoitda chin yurakdan boqib katta qilib yetishtirgan insonlarni bedana go'shti ham yaxshi bo'ladi. Uni aksi bo'ladigan bo'lsa, sizni battar qandaydir muammoga yoki kasallikka chalintirib qo'yishi mumkinligini unutmang. Shunday ekan, bugun sizlarga eslatib yubormoqchi bo'lgan bedana go'shti haqidagi ijobiy va salbiy taraflarini aytadigan informatsiyalarim shulardan iborat edi. Tushunmay qolgan joylaringiz yoki aytilmay qolgan joylari bo'lsa, savollaringizni izohga yozib qoldiring. Yana keyingi ko'rsatuvlarimizda qaysi go'sht yoki qaysi mahsulotlar haqida ma'lumotlar berishimni istardingiz? Kommentariyaga o'zingizni qiziqtirgan temani yozib qoldiring. Keyingi ko'rsatuvlargacha o'zingizni ehtiyot qiling. Birigicha semirib ketmang. Пока. Juda ko'p bepul imkoniyatlar yaratilgan. Misol uchun ovulyatsiya kunini hisoblab bilish yoki o'z analizlaringizni natijasini tibbiyot tomonidan tekshirib ko'rish. Sababi nega kamaydi yoki nega o'zgardi, yechimi qanday bilish imkoniyatlari. Doktor Ischanovning mobil innovatsion dastur kitobi chiqdi. Bu kitob hamma tibbiy sohalar bo'yicha turli-tuman mavzulardan iborat. Mana eng kerakli, eng ko'p tashxislar yozma shakllarda, foto, video shakllarda joylangan. Ular haqida barcha ma'lumot, sabablari, belgilari, davo choralari, retseptlari hammasi joylangan. Tabiiy davo choralariga ajratilgan bo'limlari ham bor. Bu innovatsion mobil ilova kitobimizni iPhone'larga yuklash uchun App Store saytidan, iPhone emas telefonlarga yuklash uchun telefoningizda Play Market yoki Google Play saytiga kirib, o'sha joydan birinchi yordam so'zini yozib, sketch qilib olishingiz mumkin. Yoki shu videoni tagiga ko'p yozuvda ssilka qoldiraman, uni ustiga bosib, sketch qilib yuklab telefoningizga o'rnatib olishingiz mumkin.